metan gaz ishlab turibdi. Mashlar zapravka bo'lib turibdi. Get turibdi. Necha vaqt bo'ldi uchirib o'tirgansiz og'asini? 1 soat bo'ldimi uchirib o'tirganingiz? Bugun yana 22-dekabr. Assalomu alaykum. Bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz, 22-dekabr bugun soat 1 dan 20 minut o'tganda metan gaz ochildi. Graf metan gazi soat 4 da iladi ekan. Yana kecha soat 12 da ochilgan, ertalabki 6 da ilgan. Bugun soat 1 dan 20 minut o'tganda ochilgan, soat 4 da yana ilamiz dedi. Tadbirkordan so'radim, nechun ertalab aytilmaydi desa, bizlarga xabar etmayaptilar. Уже ochadigan vaqt yarim soat bilan telefon aytadi dedi. Ochinglar, falan saati yapinglar deb aytibdi. Limit berib qo'ygan ekanlar. Soat 4 dan metan gazda ishlab turibdi. Uchur ko'p. Metan gaz hamma zapravkada. Iltimos so'roq qilamiz ko'p shoferlardan. Hozir bera turibdilar. Hamma uchurt bilan gap turibdi. Uchurt ketgan bir 5 kilometr. 4 kilometr graf metan ishlab turibdi. Ko'p shu haydovchilardan so'roq qilamiz. Behurmatlik bilan gap turgan haydovchilar kelib, yana ushab turibdilar ko'plaridan, galarlardan. Biz uchirib kelajak bo'ladilar bu yon tarafda. Endi hamma uchurt bilan shunchalik odam kelib turibdi. 200 soatlab o'tirganlar bo'lib turibdi bu yerda. Metan gazni kutib. Chunki ko'p mashinalar metanda yurib turibdi axir. Hozir o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rdik. Mashinani tortib kelib turibdilar, surab. Benzin ham tam bo'lgan, metan ham tam bo'lgan. Yana ham tadbirkorlardan iltimoslar so'roq qilamiz. Benzinni narxini ko'tarmaslikni. 91 benzin har yerda har xil narx bo'lyapti dedi. 11600 so'mdan bugun ko'rdim bir zapravkada. Yana bir shoferlar aytdi, boshqa zapravkalarda dedi. 11000 so'mdan, 11100 dan, 10900 dan quyib turibdilar degan gaplar o'tibdi. Shuni iltimoslar so'roq qilamiz. Shu hozir shunday vaziyat bo'lib turgan vaqtda, metan tanqis bo'lib turgan vaqtda iloji boricha shu zapravkada benzinlarni ko'tarmaslikni so'rab qolamiz va metallarimiz yana xudo xolasa shu narsani tuzib qo'ysalar, masalan, ertalabki soat 9 dan kechki 6 ga deymi, yaxshi bo'ladi. Shoferlar shu kelib o'tirib biladilar qaysi vaqtda ochilishini. Bugun ham birdan aytgan, 1 da 20 minut o'tganda ochtagan, soat 4 da gapdi endi. Hozir mashina ko'p, baribir hammasi ham quyib keta olmaydi bular. Chunki bu yerda mashina juda ham ko'p. O, ketgan kommunizm bozoramidan borganman uchirtadan orqa tarafdan. Xo'p, bu hozir esa ishlab turibdi. O'sha mashinalar zapravka turibdi. Yana ko'p uchirtda turganlar. Bu yerda shoferlar o'zlari turibdi yana. Shudan mashinalar o'tirmaydi turibdilar. Biz uchirib kelib turganlar ham bo'lib turibdi orasida. Nani buzib kelib turganlar ham bo'libdi. Uchirtni buzib kelib turganlar ham bo'lib turibdi. Ular o'sha metan quyib chiqdi yana. Doldimi aga metaningiz? Mashalloh. Metan doldurib chiqib turibdilar yana. Ajoyib. Xo'p, shunday metallarimiz ishlab turaversin. Xalqimiz shunda maza qilib metanda yuriydi. Chatda ham o'shatni biz turgan ketdimi aga? Mana shunday. Necha vaqt bo'ldi kelib o'tirganlaringga? Assalomu alaykum. Yarim soat bo'ldimi? 1 soatdan chamoq. Uchurt bilan kelsa 1 soat netadi? Necha minutga keldingiz? 10 minutga keldim. Uchurt bilan kelsa deymi? Oz bir chekda kelsa tez-tez quyib ketadi, to'g'rimi? Emidan kirib kelib turibdilar hozir uchurtni bosib. Mana shunday. Yana kelib turibdilar, yarim soat, 1 soatda o'sha kelib quydirib ketib turibdilar. Uchurt bilan kelsa hamma bir-birini hurmat etib, iltimos so'roq qilamiz haydovchilardan shu momentda bir-birini hurmat etish. Mana 3 kilometrlarni. Xo'p, bu yerdan kirib turganlar, firma dogovor bilan kirib quyib turganlar, eldin 2 kolonkalar quyib turgan ekanlar ular. Mana 1, 2 na bular, lekin tez-tez quyib berib turibdi dedi. Shunday. Shuning uchun hamma hurmat etishni so'rab qolamiz. Yo'q, u eshitdim uni, chunki gap turgan. Firma dogovor bilan gap quyib turgan ekan ular. Shunday. Sog' bo'lasizlar, videolarimizni qo'llab turasizlar, xudo xolasa shunday ma'lumotlarni berib boramiz inshaalloh.